Oramizda ishlaydiganlar yoki qo'lida yosh bolasi borlar bormi? Sizga ham tanish holatmi? Bunaqa tansiq taomlarni, pishiriqlarni qilishga qo'lingiz umuman tegmayaptimi? Bor yo'q 2 soat vaqtingizni ajratsangiz, qarabsizki 4 ta shunday tansiq taom. Agar hali ham video ko'rishda davom etayotgan bo'lsangiz, bitta yurakchani bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Margarin bilan unni kroshka qilib olamiz. Smetanaga tuz va soda solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgandan keyin kroshkali massaga solamiz. Ustidan muzdekini tuxum solib, qo'lga yopishmaydigan o'rtacha qattiqlikdagi bo'lgan xamirni qorishni boshlaymiz. Xamir teng 8 ga bo'linadi. Agar tarozingiz bo'lsa, yana ham yaxshi. Tayyor xamir biroz tingunigacha orasiga nachinka tayyorlab olamiz. Men 2 xil nachinka qildim. Mol go'shti qiymasidan va tovuq go'shti qiymasidan. O'zim har doim yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan Spice Expert ziravorlardan ham qo'shib oldim. Tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va to'rga bo'lib olamiz. Men buni muzxonaga qo'yib, muzlatib qo'ymoqchiman. Shu sababli idishdan oson ko'chish uchun tayyor konteyneriga strech qilib qo'ydim. Har bitta zuvalani shu ko'rinishda ochib olamiz. So'ng tayyor bo'lgan nachinkalarni har bir xamirga solib chiqamiz. Tovuqli massani ustidan qirg'ichdan chiqarilgan yaxshi eriydigan sirni sepib oldim. Endi har birini ustini yopib chiqamiz. Etlarni yaxshilab chimchilab, chiroyli qilib, bir dona tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtirib, ustiga to'yintirib surib olamiz. Tovuq va go'shtliga aralashib ketmasligi uchun ustiga o'zingizlar belgi qo'yib qo'yinglar. Men o'zim ajratishim uchun ustiga shunaqa chizib chiqdim. Xuddi shunaqa usulda bittada 4 ta go'shtli pirog qilib qo'ysangiz, vaqtingiz ancha-muncha tejaladi. Ta'miga keladigan bo'lsak, umuman o'zgarmaydi. Ustiga Spice Expert kunjutlardan sepib olamiz. Ustiga kunjut ko'proq sepilsa, ta'mi yana ham zo'r bo'lib chiqadi. Endi xuddi shu holatda muzxonaga qo'yib qotiramiz. Usti tuxumlari qotgandan keyin yaxshilab strechlab qo'yasizlar. Bitta yurakchani bosib qo'yishni unutmadingizmi? Og'izda qoladigan, bemalol daromadga chiqsangiz bo'ladigan, yog'ni umuman shilmaydigan eng zo'r ishonchli retseptni bugun sizlarga bermoqchiman. Iliq sutga quruq masalani solamiz, ya'ni shakar, tuz va drojani yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin ustiga eritilgan sariyog' va o'simlik yog'ini qo'shamiz. Ketidan tuxum va qatiq qo'shamiz. Endi yaxshilab aralashtirib, elangan unni solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorishni boshlaymiz. Qo'lga yopishmasligi uchun nomiga o'simlik yog'ini ham qo'shib olamiz. Ustini yopib, yarim soat davomida oshirib olamiz. Kartoshkaga suv, tuz solib, qaynatib, pyure qilib olamiz. Endi oshgan xamirni teng 25 bo'lakka zuvalachalarga bo'lib chiqamiz. Har bir zuvalachalarga bo'lingandan keyin 10-15 minut davomida ustini yopib, shu holatda oshirib olamiz. Xuddi ko'rsatilgandek qilib tugishni boshlaymiz. Qizigan yog'ga solib, o'rta olovda pastroq qilib pishirib olamiz. Shunaqa rang bo'lishi bilan qog'oz salfetka ustiga birin-ketin hammasini ko'tarib olasiz. Albatta bitta yurakchani bosib qo'yishni unutmang, ko'rib xursand bo'laman. Shunaqa gumma pirojka yaxshi ko'radigan yaqin tanishingizga yuborib qo'ying. Ishlaydigan ayollarimiz uchun yana bitta foydali video bo'ladi bu. Oxirgi vaqtda profilimga kirib ko'rgan bo'lsanglar, ovqatlarni yarim tayyor qilib muzlatib qo'yishga o'rganib olganman. Tovuq go'shti, oyoq va qanoti, mol go'shti va qo'y go'shtini o'zim yaxshi ko'rgan Spice Expert ziravorlari bilan yaxshilab marinovka qilib qo'yib, qovurishni boshladim. Bu usul bilan vaqtinglar ancha-muncha tejaladi. Ta'miga keladigan bo'lsak, umuman o'zgarmaydi qizlar. Oldingi videolarimga juda ham ko'p negativchilar yozgan. Agar men bunaqa yarim tayyor mahsulot qiladigan bo'lsam, qaynanam meni aniq uydan haydab yuboradi deyshadi. Sizda bunaqa usulda qilishingizga qanaqa qarashadi uydagilar? Aniq bilaman, hali ham yurakchani bosib qo'ymadingiz, bitta bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Har bir go'shtni nomiga shunaqa qizartirib, o'rta olovda pishirib olamiz. Go'shtni baland olovda juda ham qattiq qizartirib qo'yvormanglar, bo'lmasa musti qotib ketadi. Keyin ichiga ta'm o'tishi juda ham qiyin bo'ladi. Buni qanaqa usulda yaxlatamiz degan qizlarimiz uchun ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qovurib bo'lganimizdan so'ng har biriga o'zini qovurilgan yog'idan bir cho'michdan solib chiqamiz. So'ng shunda usti ochiqligida 1-2 soat davomida sovutib olamiz. Sovigandan so'ng ustini yaxshilab havo kirmaydigan qilib strech bilan o'rab olib, xolodilnikni muz xonasiga qo'yib qo'yamiz. Keyin qachon kerak bo'lsa bemalol olib, muzlarni eritmasdan qozonga solib, go'shtini yumshoq qilib pishirib olishingiz mumkin bo'ladi. Yurakchani bosib qo'yishni unutmadingizmi?